Keyingi misolimiz 9-si. Bitta otkritka va bitta kalendarning narxi 37 ming so'm. Boyagini yozamiz, mana qarang. Otkritkani O harfini belgilaymiz, ha? Qo'shamiz, bitta kalendar qancha edi? 37 ming so'm. Xo'p, bitta otkritka va bitta qalam. Otkritka va qalam 43 ming so'm ekan. Xo'p, bitta kalendar va bitta qalam 30 ming so'm. Kalendar va qalam 30 ming so'm. Bizdan so'ralyapti bitta otkritka, kalendar, qalam. Demak, otkritka qo'shuv kalendar, qo'shuv qalamni birgalikdagi narxini so'rayapti. Bu ham xuddi boyagi misolga o'xshaydi. Qarang. Qo'shib ikkita otkritka bo'ladimi? Mana, ikkita O turibdi, to'g'rimi? Ikkita otkritka bo'ladi. Xo'p, ikkita kalendar, ikkita qalam. Narxlarni ham qo'shamiz. 37 ga 43 ni qo'shsak 80, to'g'rimi? 80 ming. 80 mingga 30 mingni qo'shsak 110 ming so'm bo'ldi. Ana endi bu ikkitadan-ku, to'g'rimi? Bizga bittadan kerak. Nima qilamiz? 2 ga bo'lamiz. Shunda bizga bitta otkritka, bitta kalendar, bitta qalam qoladi. 55 ming so'm. Tushunarlimi, o'quvchilar?